Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Videoni boshlashimizdan oldin biz mana bu videomizni g'olibini aniqlab olishimiz kerak. Bilasizlar, o'rtoqlar, biz har kuni har bitta videomizda konkurs o'tkazamiz. Konkurs shartlari mana shu Special Money YouTube kanaliga obuna bo'lishingiz kerak va Telegram kanaliga obuna bo'lishingiz kerak bo'ladi. Telegram kanal silkasi video opsiyasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Va o'rtoqlar, har kuni chiqayotgan videoga like, komment yozib qoldirsanglar, biz aynan o'rtoqlar kommentariy orqali g'olibimizni aniqlaymiz. Men hozir mana bu videoning silkasini sarand qilib olaman. Random saytiga o'tamiz. Mana bu yerga videoning linkini joylashtiramiz. Bu yerdan davom etish. Xo'p, bu yerdan winner do'stiga bosib qoldiramiz. Xo'p, o'rtoqlar, g'olibimiz mana shu obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz bizni kuzatayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqishni so'raymiz. O'z plyuslarni Payer hamyonlariga tashlab beramiz. Xo'p, jigarlarim, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda videomizni boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Saytga kirasizlar va mana bu yerdagi registr degan tugma ustiga bosasizlar. Mana bu bo'lmani to'ldirasizlar va mana bu yerdagi registr degan tugma ustiga bossanglar, oddiy ro'yxatdan o'tib olasizlar. Men ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, saytda biz qanday qilib pul ushlab borishimiz mumkin? Mana bu yerda o'rtoqlar 4 ta bo'lim mavjud. Mana bu yerda esa o'rtoqlar 2 ta bo'limi mavjud. Pastdagi bo'limlardan boshlaymiz. Birinchi bo'lim Doma bo'limi. Bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi o'rtoqlar. Bu yerda количество achinka bo'limi mavjud. Ustiga bosasizlar. Saytda o'rtoqlar biz mana bu VIPlarni ochib, biz saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Eng arzon VIPning narxi $15 turar ekan, bizga har kuni 20% doxod olib kelib turar ekan. Bu yerda VIP 2 bor ekan, VIP 2 ning narxi $80 turar ekan, bizga har kuni 20% doxod olib kelib turar ekan o'rtoqlar. Qolgan VIPlar bilan o'zlaring tanishib olasizlar. Bizda o'rtoqlar hozirda eng arzon VIP ochiq, ya'ni VIP 1 ochiq va biz har kuni 20% doxod olamiz. Xo'p, qaysi VIP ochilgan bo'lsa tepada ko'rinib turadi. Bu yerdan начать количество achinka degan tugma ustiga bossamiz va bizga hozirda kunlik daromadimizni chiqarib beradi o'rtoqlar. Menimcha adashmasam $2.5 bo'lsa kerak. Yo'q o'rtoqlar, $3 ekan. Biz o'rtoqlar saytdan har kun $3 foyda olar ekanmiz, ya'ni 20%. Bu yerdan X-chani bosamiz. Xuddi shunaqa qilib VIPlarni ochib biz saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin. Sayt haqida yana ham to'liqroq ma'lumotlarni men Special Money Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Bemalol o'tib, ko'rib, tanishib olishlaring mumkin bo'ladi. Keyingi bo'lim o'rtoqlar, bu yerda Druziya bo'limi ustiga bosamiz o'rtoqlar. Saytga o'zimizni do'stlarimizni ham taklif qilib, bemalol saytda pul ushlab borsangiz bo'ladi. Bu yerda mene degan tugma ustiga bosasizlar. Bu yerda o'rtoqlar o'zingizning общий doxodlaringni va shu hisoblaringni ko'rib tursanglar bo'ladi. Xo'p, pastda o'rtoqlar detail, передача, новости, центр безопасности, bu yerda o'rtoqlar общий problema va o nas, ya'ni sayt haqida ma'lumotlar bor. Va oxirgi bo'lim vhod, ya'ni akkauntdan chiqib ketish. Bizning hozir balansimizda общий balansimizda $3 pulimiz bor. Mana shu pullarni sizlar bilan hozir yechib olishga harakat qilamiz. Pul yechish uchun yana Doma bo'limiga qaytamiz. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar перезарядка bor, ili atvis degan bo'lim mavjud. Kelinglar o'rtoqlar, birinchi pul to'ldirishdan boshlaymiz. Pul to'ldirish uchun bu yerdan перезарядка degan tugma ustiga bosib qoldiramiz. Bizda o'rtoqlar VEP20, BNB, TRX, TRS20 USDT va VEP20 USDT yo'nalishlari mavjud. Menga eng qulay VEP20 ustiga bosib qoldiraman. Xohlasam o'rtoqlar mana buni skaner qilib to'ldirsam bo'ladi, xohlasam mana bu adresga pul tashlab to'ldirsam bo'ladi o'rtoqlar. Ikkalasi ham bittanasi mana shu saytdagi shaxsiy hamyonim hisoblanadi o'rtoqlar. Masalan, sizlar pul to'ldirdinglar, masalan Binance'dan pul to'ldirdinglar. Shunday pul tashlab bo'lgandan so'ng saytga qaytib mana bu yerdagi пополнение завершен degan tugma ustiga bosib qo'yish kerak va uzoqqa tashlagan pullarimiz 3 minut ichida saytga yetib keladi. Keyin biz bemalol VIPlarni ochishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham oddiy o'rtoqlar. Biz Binance, Bitget, Payer xohlagan hamyondan bemalol pul to'ldirsangiz bo'ladi. Juda ham oddiy. Telegram kanalimga o'tib olsanglar, to'liq ma'lumotlarni Telegram kanalimda berib boraman.
Xo'p, endi pul chiqarishga kelsak, pul chiqarish uchun bu yerdan ответ degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Biz orqali faqatgina Web20 ga pul chiqarib olsanglar bo'ladi. Mana bu yerga $3 kiritamiz. Adres ввода degan joyga Web20 adresimizni kiritishimiz kerak. Parol безопасность degan joyga ro'yxatdan o'tayotgan paytimizda kiritgan parolimizni bu yerga ham kiritib o'tib ketishimiz kerak bo'ladi. Men o'zimni parolimni kiritib bo'ldim. Sayt orqali qanaqa komissiya olmar ekan. Bu yerdan подтвердить degan tugmani ustiga shunda bosib qo'yamiz. Bo'ldi o'rtoq, mana ввести успех. Sayt uzog'i o'rtoqlar 1 minutda ichida bizlarning pullarimizni 100% to'lab beradi. Ungacha o'rtoqlar qolgan bo'lmani tanishib turamiz. Bu yerda o'rtoqlar programmasini yuklab olsanglar bo'ladi, bu yerda tilni o'zgartirsanglar bo'ladi. Kelinglar hamyonni tekshiramiz, hamyonimizga kiramiz. Bir marta yangilasanglar, mana o'rtoqlar. Ввести $3, ya'ni 3 USDT chiqarganda hech qanaqa komissiyasiz Bitget hamyonimizga yetib keldi. Sayt orqali hozirda 100% pul to'lab kelmoqda. Saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash hammasi tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalimda bo'ladi.